Viloyatliklar Toshkentga kirayotganda avtomobillarni shahar tashqarisida qoldirish masalasi kun tartibiga chiqdi. Umuman oddiy haydovchilar dardini eshitayotgan odam muloqot platformasi yo'q desak, bu ham to'g'ri. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida amalga oshirilgan ishlarni sarhisob qilish va kelgusi yilgi yangi marralarni belgilab olishga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazmoqda. Unda jiddiy masala o'rtaga olib chiqildi. Keltirilgan yangiliklar orasida kelgusi yilda poytaxtga kirishda avtomobillarni shahar tashqarisida qoldirish imkoniyati ko'zda tutilmoqda. Toshkentga kirishdagi 2 nazorat posti shahar tashqarisiga ko'chiriladi. Yana 3 tasi rekonstruksiya qilinadi. Bu hududlarda yuk va yengil avtomobillar uchun turargohlar va kempinglar tashkil etiladi. Eng muhimi, bu joylarga jamoat transporti tarmog'i bog'lanadi. Bu orqali mehmonlar avtomobillarini tashqarida qoldirib, tez va xavfsiz jamoat transportida harakatlanishlari mumkin bo'lishi aytildi. Yig'ilishda shuningdek Toshkent shahrida 100 ta aqlli chorrahani yo'lga qo'yish, 30 mingta avtomobil to'xtash joyi qurish, 40 km piyoda va 20 km velo yo'laklar yaratish rejalashtirilganligi bildirildi. Shahar hokimligiga 300 ta bekatni rekonstruksiya qilish va 100 km yo'lni ta'mirlash topshirilgan. Anhor uzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.